Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylardagi qarindoshlarım. Hammalarninki mushu vaqti va bundan keyingi vaqti xayrli bo'lsin. Men do'stumlar Abdulaziz Beshto'g'roq Istanbuldan sizlarga Allohninki eng go'zal salomı Qur'onda aytilgan Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh degan salom bilan bugungi 93. sin dersimiz, tedbiriye sin dersimizde kolumda bu tutup doğan, sele kürevatkan Seher Saat 4:20'deki Harvard degen kitapnınki 5. babtın kelgen yerimizden devam kılımız canım dostlar. Bugünkü derste asaslık mezmun nime degen vaqtida 5. babtınki biz eşip kalgan mezmundan 5. babtın temisi Ügünüşte dadıl izdeniş, ügünüş vaxtınızda mı kontrol kılanmısınız, yine nime kılalaysınız degen bir sualını oturup taşlaydı ekemiz. Onun için KG-yerimiz özümüzde davamlıq mükemmelleştirimiz. Bilimni iktidarga aylandırışda ügünvelişimiz gerek. Kelgüsüge meblağ sağalla reallıkka sadık boğalla. Onun dinkin telvelerçe ügünüp, mötüver begzadelerçe oynaş gerek. Onundan kalsa en ahırkı mezmun, etraflık bilimgi igi buluşumuz, yerimçilek su bolmasıqımız gerek degen mezmun canım dostlar. Ana olsa dersimizni kelgen yerimizden davamlaştırımız. İnşallah ayeti keştin tatıp yani düşenbe günü ettigen seherde biz niyet kılıp Ramazan'a kirgen bulumuz İstanbul'da, Türkiye'de kadirli kırındaşlar. Hemenlerin kilovatkan Ramazan ayıga mübarek olsun. Bu Ramazan ayı münasebeti bilen bizimki Batur Karıkallı kardeşimiz bilen birlikte köklem tercimi grupsi. Öz vaxtida köklem torada bir torbeti battı. Aşı torbette başlayan bir tercüme var. Ramazan yazmaları dep Ustaz Mustafa İslamoğlu'nun ki. Şu yazmanı Avustralya'daki Perizat hedimiz o bunu avazla kılıp hemimizge sundu. Şunu mu her günü bir yeni mezmun, yeni bir tema silahı yolunda kadarlı kırıntaşlar. Şunu anlagaç, ondaki Kur'an-ı Kerim'nin tercümesini okugaç, köygeç, düşengeç, Kur'an nazil bolgan bu ay Ramazan ayını hayatınızdaki en noçi bir Ramazan halatida ötküzüşünlerini ümit kılımız kadarlı kardeşler. Özümüzü davamlıq mükemmelleştirişimiz hem de bilimni iktidarga aylandırışını ügünvelişimiz gerek. Harvard Üniversitesi'nin ilham bəxş hikmeti. Ügünüş, hareketlendirici güç. O teximi güzel dünya berpa kılalaydı deyen tema. Şəxsinin üz bitilişide ügünüşün kandak ehmiyeti var. Navada insanlar cemiyetindeki ügünüşki katlaşmasak bizde kandak özgürüş buludu. Yakınki bir neçildin biri kişiler tağ ormanlıklarda ve çet yakı yerlerde çoşka bala ve böğrü balılarını bayqıgan. Ah gönül kişiler bu balalarını medeni cemiyetke elip kelgen. Lakin onların ifadesi kişilerini hayran kaldırgan. Kişiler yavu çoşka yaki böğrü bekip çoğun bu balalarını tetkik kılış arkalık kişilerinin ügünüş arkalıkla üst bitildiğalıqını şundakla kişilerinin ügünüş arkalıkla cemiyette yaşaş iktidarıga igi bulalaydıqalıqını bayqıgan. Germanilikler 1724 yılı böğür bala yava bitni bayqıgan. İnsanşünaslar bitnin işaretleri ve ideyasını tetkik kılgandan keyin bunun ehmiyeti netçe 10 ming yeni yıldızını bayqıgandan mı zor boldu dep qaraşqan. İnsanşünaslar bir mezgillik küzütüş arkalık ügünüşünün canlılıklarının mevcut bulup turuşuda halkılık rol oynaydıqalıqını Adem'den böğreler arasında yürüse böğrü buluduğalıqını Ademler bilen yürüse
odam bo'ladiganligini bayqashgan. Kishilar tug'ilgandila bilimlik bo'lib tug'ilgan emas. Shundaqla kichikidilla yashash iqtidorini egallaganmi emas. Kishilar bilim va iqtidorni keyin az-azdan o'rgangan. O'rgangan tajribasini amaliy ishlab chiqarish va amaliy faoliyat davomida ishlatgan, asta amaliyotdan o'tkazish orqali iqtidorni egallagan. Shunga tug'ma talantliq biri bo'ri orasida yashsa, o bo'ri bo'lib chiqadi. Onun bildiğini böğürlerinin ovlab yiyişi ve yaşaş adeti buludu. O insanlar cemiyeti toğrusundaki iktidar cihette hiç nimini bilmeydi. Şuna ögünüşle iktidarımızını köpeyteleydi, şundala yaşaş küçüge egi bulalayımız. Ögünüşte en mühimi işletiş ve ameliyat. Bular ögünüşünü iktidarga aylandırdı. Kitaptın öğrengen nerse yüze buludu. Şuna hem işini öz ameliyatimizden ötküzüşümüz gerek. Kitaptaki nezriye ve bilim bizni her kaysı sahaga nispeten dastlabki tonuşqa ega qiladi. Lekin biz bilimimizni her bir sohaga ishlatmoqchi bo'lsak, o chaqda amaliyotga qatnashishimizga to'g'ri keladi. Bilimimizni iqtidorga aylantirgandala, reallikda yo'liqqan turli qiyin masalalar va qiyinchiliklar hal bo'ladi. Harvard Üniversitesining 2012-yili jungoluq bir qizni doktor aspirantlikqa qabul qilganligi to'g'risidagi uqtirish evet. Hem de onun barlıq o'qish xarajatini ko'tarib etgandan sirt, yilda 30 ming Amerika dollari turmush puli beradiganligi to'g'risida va'da berdi. Harvard Üniversitesining shuncha diqqatini tortgan va yuqori ta'minotga noil bo'lgan bu qizning ismi Goming edi. Goming 2012-yili Amerika bo'yicha matematika natijasi eng munavvar qiz bo'lib baholanadi. Bu sharafga erishadiganlar intayin az bo'lib, yilda bir necha kishilar bu favqulodda sharafdan bahramand bo'la oladi. Amerika Illinois Universitetining Champagney sho'ba maktabi, maktab kutubxonasining universitetning Champagney sho'ba maktabi, maktab kutubxonasining temiga Gomingning ismi uyup qo'yilgan edi. Bu junguluq o'quvchining chet elda mushundaq sharafga tunji qatim muyassar bo'lishi edi. Goming odatda bek tirishchan edi. Uning ustiga matematika o'rganishda nurg'un vaqt chiqarib ajratib, ko'nikma ishlashga, o'rgangan formulalarini, nazariyalarini ko'nikma bilan birlashtirishga to'g'ri keladi. Shunda qilgandala o'rgangan bilimlarni pishiq egilaydi. Goming Könde ustazı bergen topshiriqni ishlagandan boshqa yana matematikadagi har xil qiyin masalalarni boshqacha yeyish usuli bo'yicha yechib ko'rib faqat formula bilan nazariyalar o'rganishning kifoya qilmaydiganligi, o'rganish iqtidorini yuqori ko'tarmoqchi bo'ladi ekan, o'rganganini amaliyotga ishlatish kerakligi uningga ayon edi. O kunda kutubxonada nihoyat uzun vaqt turadi. O yerde matematikadagi qiyin masalalarini yeshish, cho'nqur bosh qotirishga vaqt ajratadi. Goming vaqtning uzilishi bilan masalalarni hal qilishga mahir bo'lishdek yaxshi odatni yetildirdi. Ba'zida ustozi qiyin masalani bir xil usul bilan yeyishib bergandan keyin Goming u masalani boshqa usul bilan yeyishni o'ylaydi. Ustozi va o'quvchilar Gomingning aql farosat va tirishchanlik bilan tadqiq qilish ro'yiga opirin o'qiydi. Shunga Harvard Üniversiteti va boshqa dunyo va shuhratga ega donglik universitetlar uningga muddatdan burun doktorantlikda o'qish to'g'risidagi uqtirishni evatidi. O o'rganishga shundoq mahir bo'lgan o'quvchining yuqori iqtidorga ega bo'lishga qil sig'maydi. O nagila bo'lsin, bilimning kuch-qudratini namoyon qila oladi. Her qanday universitet Gomingning maktabiga bitmas tugamas harakatlantirish kuch elib kelishini,
ilmiy sohani mangu jo'lalindurishini umid qiladi. Gominning ish izlari orqali ko'pchilikka mundaq zakonni aytmoqchiman. Biz bilim o'rganishni kuchaytgan chig'imizda iqtidor yetildirishni unutib qolmasligimiz kerak. İqtidar nereden keladi? O ögünüş orqali keladi. Biz bu ikkisinin münasebetini maslashtirishimiz, ikkisinin o'rtasida eng yaxshi nisbat hosil qilishimiz kerak. Mushunda qilgandala ögünüşni iqtidorga aylantira olamiz. Iqtidor ögünüşni texmo ilgili suralaydi. İkisi bir-biriga moslashadi va bir-birini to'liqlaydi. Bir-birini ilgili suradi. Ahirida vücudumuzdaki yuşurun güçni jari qildirdi. Bilimning kuch qudrati bilan o'zimizni, taqdirimizni ahirida dunyoni o'zgartirishimizga turtki bo'ladi. Kitobni ko'p o'qish bilan ijtimoiy amaliyotdan o'tkazish o'xshashli muhim degan hikmat bor. Bu o'rganish bilan amaliyotning o'xshashla muhim ekanligini tushuntirdi. Navada biz kitap, derslikdagi bilimlarni o'rgansak, o'rgangan bilimni qandoq ishlatishni bilmaymiz. Amaliyot bilan ishlatish to'g'risida hech nimani bilmaydigan bir kitob xaltisi bo'lib chiqamiz. Men og'zida sharabdi degan hikoyani hammanglar cho'qim biladi deb o'ylayman. Jangu davrida Jov bagligida Javko deydigan bir aylan bor ekan. O danglik general Javshoning o'g'li bo'lib, kichkidan boshlab dadasidan urush san'atini o'rgangan. Kichkidinla urushga oid dasturlarni o'qigan ekan. Harbiy ishlarda dadasimi uningga yetmaydi ekan. Keyin Javko Liamponing vazifasini o'tkazib oladi. Jov bagligining generali bo'ladi. O Changping urushida qo'shiniga urushga doir kitoblarda ko'rishligini bo'yicha qo'mondonlik qiladi. Amaliy ahvolga qarab o'zgarishni bilmaydi. Oxiri Chin bagligi qo'shini tarafidan kuli ko'kka so'riladi. Mana bu bilim egilashda kitobiy bilimni egilash bilan cheklanib qolib bo'lmaydiganligini, bilimni amaliyotga tatbiqlash kerakligini tushuntirdi. Faqat amaliy ahamiyatga ega bo'lgandala, ondan haqiqiy bilimga ega bo'lgan bo'lamiz. Undaq bo'lmaganda, kitobiy bilimni o'rganish bilan to'xtab qolsak, turmush va amaliyotga yetakchilik qila olmaymiz. Harvardliklarning muvaffaqiyat qozonishdagi siri. Biz Harvard universitetini bitirganlarning jamiyatda muvaffaqiyat qozonganligini bayqaymiz. Chunki ular o'rganganini amaliyotga tatbiqlashni biladi, o'rganganini amaliyotga tatbiqlay oladi. Harvard universitetidagilar bir turkum aqillarni yetishtirdi. Chunki ular o'rganganini qayta tatbiqlagandilar, ondan haqiqiy qobiliyatlik ve ameliy bilimli kişilerden bulalaydiganligini biladi. Ondaqda biz qanday qilib o'rgangan bilimimizni ishlatalaydigan iqtidorga aylantıra olamiz? Biz tuvandagi bir necha xil usul orqali bilimimizni ishlatish iqtidorimizni o'stirishga tirishib baqsak bo'ladi. Birinchi, faal mulohiza yurgizish. Faal mulohiza yurgizish. Yeni bilimlerini öğreneyli yoki koni bilimlerini tekrar kılaylı. Mulohiza bizni mol neticege eriştirdi. Faal ve özlükümüzden mulohiza yurgizish bizni yeni bilimge nisbeten bir umumiy to'nishga ega qiladi. Bilim bilan aloqador sohalarga, uchurlarga ve bilimge ega bo'lgan munosabatli qimmatlar haqida bir qadam ilgirlagan holda tushunchaga ega qiladi. Ko'nglimizda son bilishni ishga oshirish, o'rganish qilganimizda o'zimizda yenik his qilamiz. Odatdagi oldin tayyorliqqa mundaqla ko'z yugurtib qo'ysak bo'lmaydi. Buningda cho'nqur mulohiza yurgizishni ishga oshirishimiz kerak. Halbuki koni bilim ustida mulohiza yurgizishda bayqalgan nurg'un masalalar mulohiza orqali hal bo'ladi. İkinci, meseleni hal qilish. Bilimimizni ishlatish iqtidorimizni o'stirimiz deydiganmiz hamisha meselelerni hal qilishimiz kerak. Hal qilgan meselemiz yeni yo'liqqan mesele bo'lsa-mu, ilgari hal qilgan meseleler bo'lsa-mu bo'laverdi.
Əməliyyat isbatladiki məsələlərini həll qilishning usuli birləməz. Şuna ilgili həll qilgan məsələlər bo'lsinmi, onu başqa usul bilan hal qilishga urinib baqsaq bo'laverdi. Vaholanki yangi masalani hal qilganimizda cho'ng mingimiz tez suratda harakatlanadi. Chunki cho'ng minga nervimiz boshqadan g'idiqlanadi. Bu chaqda cho'ng mingimizda saqlanayotgan bilim faol yo'tkab ishlatiladi. İqtidorimiz nurg'un masalani hal qilish davomida tabiiy holda yuqori ko'tariladi. Harvard Üniversitesining siniqi. Bilim əməliyyatga tətbiqlanganda rolunu jari qildira oladi. Tuvanda bilimingizni ishiltish iqtidoringizni sinab baqayli. Psixik sinaq. O'qituvchi darsda bir kichik kashfiyotni o'quvchilarga ko'rsatib, ko'pchilikka bu kashfiyotning bir yetarsizligi bor. Ko'pchilikning buni belli to'liq qilishini umid qilaman deydi. Bu chaqda siz birinchi muallimning gapiga pisand qilmaysiz, muallim uni o'zgartishni menga topshirmadi deb qaraysiz. Ikkinchi, boshqa saboqdoshlar bilan birga mulohaza qilasiz va kashfiyotning yetarsizligining nadiligini muhokama qilasiz. Uchinchi, kashfiyotga tafsiliy zan solib chiqsiz, uning iqtidorini sanab boqsiz, kitobdan uning iqtidorini vujudga chiqarishning sababini izlaysiz. Javobning tahlili. Psixik sınaqdaki nima? O'qituvchi darsda bir kichik kashfiyotni o'quvchilarga ko'rsatib, ko'pchilikka bu kashfiyotning bir yetarsizligi bor. Ko'pchilikning buni bilan to'liq qilish umid qilaman deydi. Uningga qarata berilgan 3 xil javob. Buningki tahlili. Birinchini tanlaganlar, ya'ni muallimning gapiga pisand qilmaysiz, muallim uni o'zgartishni menga topshirmadi deb qaraysiz. Qo'l silib ishlash iqtidori kamchil, pozitsiyasi durust bo'libla qolmay, o'rganganini ishlatishni bilmaydiganlar. Ikkinchi javob berganlar, boshqa saboqdoshlar bilan birga mulohaza qilasiz va kashfiyotning yetarsizligining nadiligini muhokama qilasiz. Bunday deganlar, buni tanlaganlar masalani tadqiq qilsa-mu, lekin amaliy iqtidori kamchil bo'lib, nazariya tadqiqoti bosqichida to'xtab qoladiganlar debdi. Üçüncü cevap qilganlar, kashfiyotga tafsiliy zan solib chiqsiz, uning iqtidorini sanab boqsiz, kitobdan uning iqtidorini vujudga chiqarishning sababini izlaysiz. Bu deganlar nazariya bilan amaliyotni birlashtirishga ahamiyat beradigan, amaliyot orqali masalalarni bayqaydiganlar bo'lib, masalaning paydo bo'lish sababini uni texmi yaxshi hal qilishni biladiganlar debdi qadrli qarindoshlar. Endi kelgusiga mablag' solganlar reallikqa sodiq bo'lganlardir degan mazmunni birlikda o'qinimiz jinim do'stlar. Ana olsa kelgusi mablag' solganlar reallikqa sodiq kishilardir degan temini o'rganaylik. Harvard Üniversitesining ilhom baxsh hikmati. Kelgusingiz bilim orqali texmo go'zal bo'ladi. Nurg'un odam mablag' solish tilga ilinsila kapital shakllanadi deb qaraydi. Albatta, mablag' pul muomala va iqtisodiy sohadagi bir atalq. Lekin o tar ma'nidagi kasbiy aniqlim bo'lib, ma'nisi muayyan mezgilda ijtimoiy amaliy kapitalning eshishini ko'rsatadi. Mablag' solish tilga ilinsa, ba'zi odamlarning kallasida nurg'un mablag' keng kushada zavod uylari, ilg'or uskunalar, zapas mal paydo bo'ladi. Halbuki bu xil kapital va malga solingan mablag' solish shaklining bir xil bo'lib, mablag' solish nurg'un tarafni o'z ichiga oladi. Kechiringlar. Tuvanda ko'pchilik bilan kelgusiga mablag' solish to'g'risida to'xtalmoqchiman. Tuvanda ko'pchilik bilan kelgusiga mablag' solish to'g'risida to'xtalmoqchiman.
Kelgüsüge məbləğ seliş, üzüge bilimge məbləğ seliş demektir. Cemiyet taraqqiy qilib bugungi kunga kelganda biz bilimning keyingi taraqqiyotga ta'sir ko'rsatuvchi muhim omil ekanligini bayqaymiz. Bilim odamni, shundaqla dunyoni o'zgartiradi. İnsanlarning ilgirilishi, fan texnikaning taraqqiy qilishi shubhisizki bilimning funksiyasining natijasidir. Ba'zilar hozirgi to'liq ega bo'lish kelgusiga mablag' sog'anlik deb qaraydi. Bu xil qarashdagilar vaqtni qadrlab davomli o'rganadi, davomli ilgirlaydi. Ular kelgusidagi mavjudligimiz bugungi tirishchanligimiz asosiga quriladi. Bugungi tirishchanligimizmi kelgusiga solingan mablag'imiz deb qaraydi. Yer shari aylanishdan to'xtab qolgani yo'q. To'rg'unlik nisbiy, lekin harakat mangulik bo'ladi. Jamiyat o'zgarmoqda, odamlarmo vaqtning o'tishi bilan qarimoqda. Professor Albert Harvard Universitetining darsida o'quvchilarga kelgusiga mablag' silish haqidagi bir voqeani so'zlab berdi. Burun Amerikaning Kaliforniya shtatidagi bir yezida 2 yosh bor ekan. Ular kunda shaharga suv elib berib sotadi ekan. Bir chelak suv 2 Amerika dollari ekan. Bir kunda eng ko'p bo'lganda 20 chelak sota oladi ekan. Bir kuni 2 yosh o'zlarining kelgusi to'g'risida maslahatlashibdi. Yeshi sal cho'ngraqi shu topda biz yosh. Kunda 20 chelak suv setishimizda gap yo'q. Lekin yillarning o'tishi bilan qaraymiz. Shu chaqdami 20 chelak suv sota olaymizmi debdi. Kichikroqi nimadir bir narsa to'g'risida xiyol uchun qopdi. Yeshi sal cho'ngraqi so'zini davomlashtiribdi. Biz shaharga tutishadigan bir suv to'ribi yo'li qo'llasak bo'lmamdi. Shunda qilsak, chelakda suv to'shib yurmaydi. Biz hamma vaqtimizni to'ribi yo'li qo'llashga sarf qilsak, bir kunda 20 dollar topolmaymiz debdi yoshroqi. Bu 2 yoshning qarashi o'xshash bo'lmag'achqa o'zlarining kelgusini o'z xohishi bo'yicha o'rinlashtirdi. Yeşisel çoğraqı kunda 15 chelak suv to'shib setib, qolgan vaqtida to'ribi yo'li qo'labdi. Yoshroqi kunda 20 chelak suv to'shib setibdi. 5 yildan keyin 2 yoshning taqdirida osmon zamin farq ko'rilibdi. Yeşisel çoğraqi bir voda provod to'ribi shirkatining egasi bo'libdi. Yana biri bo'lsa, yanala chelakda suv to'shib setib yuribdi. Lekin kishilar basbasda suv to'ribisi o'rnatishga boshlabdi. Professor Albert gapini tugatgandan keyin o'quvchilardan bu voqeani anglagandan keyin qanday ta'sirotga ega bo'ldinglar deb so'rabdi. O'quvchilardan zo'r qiziqish bilan. O'quvchilar kusurlashibdi. Damallikqa ko'z qarashini ifodalamabdi. Amaliyotda debdi Professor Albert o'quvchilarga kulimsirganicha. Turmushda nurg'un odam o'z kelgusiga mablag' solishni bilmaydi. Vaqti va zihniy quvvatini ko'z oldidagi ozg'ina manfaatga sarf qiladi. Shu vajidan sizlarga shuni deb qo'ymoqchiman. Muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsangiz, hozirdan boshlab kelgusingizga mablag' soling. Harvard Universitetiga kirib qaraydigan bo'lsak, bir ho'rin o'quvchini uchratmaymiz. O mayli nerede bo'lsin o'rganishni qiladi. Yoki qo'liga qalin kitobni elib o'qiydi. Yoki ustozlar bilan masalalarni mulohaza qiladi. Ular vaqtni isrof qilmaydi. Harvardning o'quvchilari faol fikr yurgizish, tirishib o'rganishdek yaxshi odatni yetildirgan. Hozirgi jamiyat uchur jamiyati bo'lib, har xil bilim aralashib ketmoqda. Kunda uçuruşulgan bilim miqdori uzluksiz oshmoqda. Yangi fan texnika, kashfiyot ixtiroları davr bilan teng ko'paymoqda. Mayli ishlab chiqarish usuli jihatda bo'lsin, yoki xizmat usulida bo'lsin, qisqa vaqtda g'oyat zo'r o'zgarish bo'ldi. Uchur davri bizdan bilimimizni tezdan yangilashni talab qilmoqda. Navoda koni bilim dasmini yeb ketaversak, hamon bir kuni jamiyat tarafidan shallanib qolamiz. Kun sayin yangilanib turgan taraqqiyot va o'zgarishlar bizdan davomli holda yangi bilim egallashni talab qilmoqda. Jamiyatda puttassab turimiz deydi ekanmiz.
tiniqimiz to'xtig'icha ügünüşimiz kerak. Ügünüş kelgüsüge salgan eng yaxshi mablag'imiz hisoblanadi. Jamiyatni salmoqlik bilan inchga kuzatadigan bo'lsak, reallik bizga kelgusiga cho'qim mablag' selishimizni tavsiya qiladi. Kelgusidagi jamiyatning qanday bo'ladiganligini hech kim oldin mo'lcharlay olmaydi. Lekin ügünüş orqali o'zini mukammallashtirib oladi. O'zini keyingi jamiyatga sovuqqonlik bilan yuzlantira oladi. Jamiyat o'zgarmoqda, bizmo o'zgarmoqdamiz. Yangi o'zgarish, yangi bilim orqali borliqqa keladi. Şuna bu ikkisining surati mas qadamliq bo'ladi. Biz davr qadimiga yaqindan agishib mangsak, mangu tirab tura olamiz. Bir professor yosh vaqtida nihoyat aqlli bo'lib, o oliy doktorlikni tugatgandan keyin bir universitetda o'qituvchi bo'ladi. Başta onun nazariyalari ilmiy sohadagilarning e'tirof qilishiga erishdi. O'quvchilarmi onun darsini tirishib o'rganadi. Shunda qilib turkum o'quvchilar bitkizdi, o'qish bitkizdi. Professormo qaraydi. Bir kuni professorning darsida bir o'quvchi uningdan bir masalani so'raydi. Professor o'quvchining savolidan cho'chiydi. O ilgiriki nazariyasini yangilamasi bo'lmaydiganligini, navoda yangi bilimlarni o'z vaqtida o'rganmasa, koni bilim ilgirilashga hamon putlaqashang bo'ladiganligini bayqaydi. Shuning bilan professor har xil yangi bilimni faol o'rganadi. Nurg'un o'quvchi professorning doim kutubxonada astoydil o'rganayotganligini ko'radi. Professor bir o'rganish orqali nurg'un yangi bilim egallaydi. O yana nurg'un yangi asar yozadi. Bu eserler bazı yaş alimlarını hayran kaldırdı. Çünkü bu eserlerde oturup koyulgan ideya ve nezriyeler aynı çağdaki en ilgar qaraşlar idi. Yaş alimlar profesörünün izcil türde ügünüş ve tədqiq qilish royuğa çoğunqur qayıl buludu. Halbuki aşı profesör bilen zamandaş boğan bazı pişqadam alimlar devirinin arkasında kalıdı. O'quvchilar ularning darslariga qiziqmaydi. Ularning ba'zi nazariyalari allburun qarg'i kamas nazariya bo'lib qolgan edi. Bu pishqadam olimlar qom burallar tarafidan ko'milib qolgan edi. Vaholanki ularning bilimi bilan ilmini ko'mib tashlagan boshqalar emas, dal ularning o'zidir. Harvardlıklarının muvaffaqiyat qazanışdagi siri. Harvard Üniversiteti dünyadaki hamma adam heves qiladigan universitet. Nurg'un o'quvchilar u yerda o'qishni orzu qiladi. Lekin bu universitetni bitkizgan o'quvchilarning boshqalarga qaraganda o'ziga ishonishi yetarli emas. Bexatarlik tuyg'usi texmo kamchil. Ular katta shirkat, katta korxona va shirkatlarda ishlasimi, o'rganishni o'zib qo'ymaydi. Amaliyotda ularning o'ziga ishonish va bexatarlik tuyg'usi kamchil emas, balki ular o'rganishning mangu cheki bo'lmaydiganligini, davr bilan tang ilgirlash uchun to'xtamasdan yangi bilim egallash lozimligini, bilimga mablag' solishning kelgusiga mablag' solish ekanligini biladi. Şunu köpçülükning samiga sanmoqchiman. Bilimga mablag' solishda amaliy qo'llanishchanlik bilan amaliylikka diqqat qilishimiz lozim. Dunyo o'zgarmoqda. Bilimmi yangilanmoqda. Biz doim tilg'ilayotgan qiziq nuqta bilan so'g'uq nuqta haqidagi bilim dal mushu nuqtani aks ettirib turdi. Ba'zi nazariya bilan fan texnika ayni chaqda oldin o'rinda turgan bo'lsa, lekin bir mezgil taraqqiy qilgandan keyin uningda o'zgarish bo'ladi. Shunga bilimni to'g'ri tanlashma o'rganishning muhim bir nuqtasi bo'lib hisoblanadi. Bilimning cheki bo'lmaydi. Biz uni butun umrimizda o'rganib bo'lolmaymiz. Shunga tanlab o'rganishimiz lozim. Siz ma'lum bir sohani maxsus tutsangiz va davomli o'rgansangiz, muvaffaqiyat eshigini ocha olasiz. Harvard Üniversitesining siniqi. İki tal gücü var, ularning o'rinlashtirilishi takshi emas. Lekin ikkilisi bir soatdan kuydi. Bu iki tal gücü orqali 45 minutni
qandaq hisoblab chiqa olamiz? Javob. İki tal kücünün birini ikkili tarafiga tangli ot yiqiladi. İki tal kücünün birinin ikkili tarafiga tangli ot yiqiladi. Yani bir tal kücünün bir tarafiga ot yiqiladi. İki uçuğa ot yiqilgan küce 30 minutda kuyib bo'ladi. Bu chaqda yana bir kücünün yana bir uçumu kuyidi. Bu küce kuyib bo'lgandan keyingi vaqt 15 minut bo'ladi. Bu vaqt dal 45 minut bo'ladi. Depti qadrli qarindoshlar. Endi telvilarcha ügünüp mötüver begzadilarcha oynash kerak degan mazmunni sahar soat 4:20dagi Harvard degan mono kitobimizdan, yani Harvard Üniversitesining jamiyat sarxilalarini yetishtirishdagi eng güçlüri degan kitobdan birlikda o'rganyapmiz, janob do'stlarim. Telvilarcha ügünüp mötüver begzadilarcha oynash kerak. Harvard Üniversitesining ilon beqish hikmati. Ko'ngil echish bilan xizmat o'xshashli muhim. Ko'ngil echish xizmatning bir qismi. Telvilarcha ügünüp mötüver begzadilarcha oynash kerak degan so'z Harvardning mashhur so'zidir. Bu gap o'quvchilarga meyli ügüning yoki o'ynang her bir minut, her bir sekunddan to'liq foydalaning. Her qandaq ishqa bütün vücudunuz bilan atlanın. Zihin ve kuchingizni markazlashtiring. Shunda qilganingizda o ishni tez ve yuqori unum bilan o'rinlay olasiz demakchi. Qilishga tegishli ishni qilib bo'lganda demilib harduq chiqarish nima bilish kerak. Aram oladiganga vaqt ajratib, o'ziga aromlik bag'ishlaydigan ishlarni qilish kerak. Shunda qilgandala odam jismoniy va ruhiy jihatdan yeniklab qolgandan boshqa yana o'zini xushal, erkin his qiladi. Harvard Üniversitesiga kirish jannatga kirgandan darak bermasdan, balki dozoqqa kirganga o'xshaydi. Harvardda o'qiganlar nihoyat og'ir besimga duch keladi. O'quvchilar o'rtasidagi raqobatni rahimsiz degan so'z bilan sifatlashga bo'ladi. Bu raqobat o'quvchilarni o'ziga o'zi jang e'lon qilishga majbur qiladi. Natijasi va o'qitish sifati intayin yuqori bo'lgan Harvard Soda instituti bu nuqtani texmo namoyon qilib turdi. Harvard Soda institutida 2 yillik o'qish tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lib, birinchi yilda darslar nihoyat zich o'rinlashtirildi. Asosiy dars 11 xilga boradi. Halbuki maktabning belgilamasida birinchi yillikdagi o'quvchilarning natijasida az degandimi 10 xilda a'lo bo'lishi kerak. Navoda natija ko'rsatkichida layoqatlik yoki layoqatsiz 8 qitimdan ortiq ko'rilib qolsa, o o'quvchi tizimlikka tushib qoladi. Ularning ikkinchi yillikka chiqmasligi masalasida o'quvchi maktab natija komitetiga iltimos sunadi. Natija komiteti o'quvchining iltimosi va tizimlikka tushib qolishining sababi, shundaqla professorlarning ba'ziga asosan qaror chiqaradi. İltimosi tasdiqlangan o'quvchi davomli o'rnab o'qiydi. İltimosi tasdiqlanmagan o'quvchi o'qishdan chekinishga majbur bo'ladi. Lekin o'qishdan chekingan o'quvchilarning Harvard Üniversitesida qayta o'qishni iltimos qilish huquqi bo'ladi. Amaliyotda tizimlikka tushib qolgan o'quvchilarning soni nihoyat oz bo'lib, odatda 5 o'quvchidan eshib ketmaydi. Lekin bu har bir odamning tizimlikka tushib qolish sababidan maktabdan chekinib ketishidan darak bermaydi. Aksicha faqat 5 o'quvchilar shallab etiladi. Bu xil tahdid yanada nihoyat og'ir bo'ladi. Chunki nomer qo'yish bütün yilliklarni asos qilib doiraga bo'linmasdan, aksicha sinfda 100%lik nisbat bo'yicha taqsim qilinadi. Bizga ma'lumki, aqllar yig'ilgan bir sinfdami orqada qoladigan biri chiqadi. Mushu nuqtadan aytganda o'quvchilar har vaqt xiris raqobatdan xoli bo'lolmaydi.
Rahimsiz raqobatda shalinib qolmaslik uchun nurg'un o'quvchining kunda o'rganish qilgan vaqti 13 soatdan eshib ketadi. Eng ko'p bo'lganda 18 soatga yetadi. Ular sahar soat 1da uxlaydi. Ertasi soat 8:30da darsga kiradi. Shundaq deyishga bo'ladiki, ular kunda qattiq charchaydi. Harvard Savdo institutining o'rganish mexanizmi o'quvchilarga davomli besim paydo qiladi. Institut o'quvchilarning natijasini o'quvchining darsdagi fikr bayon qilish ahvoli bilan mavsum oxiridagi imtihon natijasi qarab bağlab bekitadi. O'quvchilarga yozuvchi topshiriq o'rinlashtirilmaydi. O'quvchilar a'lo natijaga erishish uchun maxsus xili ko'p vaqt ajratib darsga oldin tayyorlik qiladi va darsda nihoyat aktiv holda fikr bayon qiladi. Harvard Savdo institutining o'quvchilari oldin o'rganib tayyorlik qilishni intayin muhim deb qaraydi. Chunki oldin o'rganib tayyorlik qilishning yaxshi yomon bo'lishi ertasidagi yoki keyingi soatlik darsda cho'nqur fikr bayon qilish qilolmasligini belgilaydi. Shunga ular darsdan burun kutubxonaga kirib tirishib material to'playdi va ratlaydi. Ertasi o'zlari muhokama qilgan loyihasini elib darsga kirib keladi. Professorlar har qitim darsga kelganda o'quvchilarga ko'z yugurtib, ularning ichidan birinchi bo'lib fikr bayon qiladigan o'quvchini izlaydi. Bu chaqda sinfni qo'rqinchli kayfiyat qoplaydi. Hamma odamning yuragi selib ketadi. Navada o'qituvchi ismini chaqirgan o'quvchi oldin o'rganib puxta tayyorlik qilmagan bo'lsa, fikr bayon qilolmaydi. Bu chaqda o'quvchi g'oyat zo'r tahdidga duch keladi. Savdo institutining numar qo'yish qoidasida o'quvchi darsda bir qatim fikr bayon qilmasa, uning natijasini bir daraja tushirib etish. Ikki qatim fikr bayon qilmasa, o'qish numari ololmaslik ehtimolligi bo'ladi. Fikr bayon qilmagan soni 3 qatimdan eshib ketsa, o'qish numariga erisholmay qolmasdan, yana maktab bu o'quvchiga ifodasi passiv deb ogohlantirish berdi. Navada ahvoli og'ir bo'lsa, mazkur o'quvchi maktabdan chekindirilishi mumkin. Biz bulardan Harvard universitetining naqadar rahimsiz do'zaxligini ko'rib olamiz. Biz bu yerda har doim raqobat ichida yashaysiz. Raqobat kishilarni to'limi jiddiylashtırib etadi va harg'uzib etadi. Halbuki o'rganish sijilligi ashundaq zich bo'lgan Harvard universitetida o'quvchilar g'oyat zo'r o'rganish besimiga bardoshlik bersa-mu, lekin maktab o'quvchilarning hamma vaqtini o'rganishga sarf qilishini tashabbus qilmaydi. Maktab o'quvchilar o'rganadigan chaqda butun vujudi bilan o'rganishi, lekin o'ynashga sal qaramaslik kerak deb qaraydi. Harvardning o'quvchilari Harvard universiteti darsdan sirt o'rinlashtirgan faoliyatlarimi dars o'qishdan qilishmaydi deb qaraydi. Chunki maktabdagilar darsdan sirtqi faoliyatlarni muvofiq o'rinlashtirish ma'rifning vazifasiga xilof emasligini, bu faoliyatlarning ma'rif vazifasini qo'llash ekanligini biladi. Shunga Harvard universiteti o'quvchilarga mo'tivarlardek o'ynashni tashabbus qiladi. Harvardda o'quvchilar o'rganishga butun zehnini sarf qilib qolmasdan, yana o'rganishning sirtqi vaqtlarida maktab o'rinlashtirgan san'at faoliyatlariga alayliq konsert, teatr o'rinlash, usul numaralarni ko'rsatish va boshqa san'at ko'rgazmasi qatorliqlarga faol qatnashadi. Harvard universiteti yana har yili san'at bayrami o'tkazadi. Bu faoliyatlar o'quvchilarning darsdan sirtqi turmushini zo'r darajada beyitadi. O'quvchilar hayotiy kuchga to'lgan faoliyatlardan bahra oladi va san'at tarbiyasiga ega bo'lish bilan bir vaqtda estetikalik qobiliyati va san'at jihatdagi ma'lumoti yuqori ko'tariladi. Harvard universitetining ideyasi o'quvchilarning keyin emgak bilan dam olishni birlashtirishni o'rganib olishini
Bir mezgillik ciddi xizmatni tamamlaganda uni vaqtincha butunlay unutib turib, xuddi jon tikib xizmat qilganga o'xshash bütün ishtiyoqi bilan o'ynab, jismoniy va ruhiy jihatdan yeniklaydigan xushxuy odam bo'lib yetishib chiqishni umid qilishdan iborat. Amaliyotmi dal shundoq. Biz bir mezgil qong'uchi aram olgandan keyin yeniklab zehniy quvvatimiz va jismoniy kuchimiz tez asliga keladi. Bu hal shubhisizki jangga qatnashish kuchimiz va harakatlantirish kuchimizni oshirdi. Shunga biz ilgirilash yo'limizda tirishib, o'g'inish, qilchi beparvarlik qilmagandan boshqa yana muvofiq dam olishimiz, emgak bilan dam olishni birlashtirishimiz kerak. Xorvatlarning muvaffaqiyat qozonishdagi siri. Aram olishni bilgandala xizmat qilishni biladi degan gap mayli nima ish qilayli. Emgak bilan o'g'inishni birlashtirishimiz va xizmat bilan aram olishni muvofiq o'rinlashtirishimiz lozim degan amaliyotni isbotlaydi. O'rinlashtirishimiz lozim degan amaliyotni isbotlaydi. O'g'inishga butun vujudimiz bilan kirishishimiz, tirishib o'g'inishimiz, aram olganda harduq chiqquncha aram olishimiz lozim. Bu xil usulni o'rganib olish to'limi aqlonilikdir. Men ko'pchilikka shuni demoqchimanki, kuch-quvvatimiz cheklik. Kuch-quvvat bir yog'ga o'xshaydi. Yağning kirichkini tortishning ma'lum cheki bo'ladi. Chekdan oshirib tortsangiz, kirich uzilib ketib, oqyonni nobud qilasiz. Bir mezgillik ciddi o'rganishdan keyin cho'qim aram olib, jismoniy va ruhiy jihatdan yiqilishimiz kerak. Zihnimiz va kuchimiz asliga kelgandala, o'rganish va xizmatga bemalol kirishib ketalaymiz. Vaqtliq dam olish, o'rganish vaqtimni egilib oladi deb qaramasligimiz, palti bilan vaqtning o'tin kesishiga daxlisi bo'lmaydi deganni bilishimiz kerak. Muvofiq o'ynab va aram olib, kuch-quvvat yiqqandan keyin bütün kuchimiz bilan g'alabaning oxirgi nuqtasiga qarab ilgirilishimiz lozim. Harvard Universitetining siniqi. Tumandagi sinoq orqali o'rganishning epini biladigan bilmaydiganligingizni bilib beqing. Psixik sinoq. Ta'til topshiriqlaringizni doim qanday ishlaysiz? Birinchi, ta'tilga qo'yib berish bilanla topshiriqni ishlab etaman. Ondan keyin puxadan chiqib o'ynayman. Ikkinchi, ta'tilda avval obdan o'ynab olib, ta'til to'shay deganda ondan topshiriq ishlayman. Uchinchi, topshiriqni kunda qanchalik miqdorda ishlash to'g'risida plan tuzib olaman. Kundalik planimni o'rinlab bo'lgandan keyin o'ynayman. Javobning tahlili. Birinchini tanlaganlar. Ta'tilga qo'yib berish bilanla topshiriqni ishlab etaman, ondan keyin puxadan chiqib o'ynayman deganlar avval o'ziga eg'ir besim paydo qilib, orqadan besimsiz holatga kirdiganlar. Uzun vaqt bunday qilish salomatlikka ziyonlidir. Endi ta'tilda avval obdan o'ynab olib, ta'til to'shay deganda ondan topshiriq ishlayman deganlar avval turmushdan qong'uch huzur olib, keyin jiddiy holatga kirdiganlardir, debdi. Üçüncü, topshiriqni kunda qanchalik miqdorda ishlash to'g'risida plan tuzib olaman. Kundalik planimni o'rinlab bo'lgandan keyin o'ynayman deganlar emgak bilan o'rganishni birlashtirishni biladigan, kunda ma'lum vazifani o'rinlaydigan, harg'inlik ichida asnab yurmaydigan kishilar bo'lib, turmush va o'rganishning yo'lini haqiqiy biladiganlardir, debdi qadrli qarindoshlar. Hem de etraflık bilimge ega bo'lishimiz, yerim çilek su bo'lmasligimiz kerak. Səhər saat 4:20'deki Harvard Üniversitesi'nin cemiyet sarxillarını yetiştirişteki en güçlü degan kitap Şinjan Üniversitesi Nəşriyyatı tərəfindən 2017 yılı nəşr qılınıb diken qədərli 16 yılı 17 yılı 10 ayda nəşr qılınıb diken qədərli qarindoshlar. Tədbiriyat sindarisinin 93-sine sizler bilen birlikte okuvatımız. Bu 5. babның en ahırkı mezmuni qadarlı qarindoshlar. Yani o'rganishda dadil izlanish. O'rganish vaqtini mi kontrol qilolmasangiz, yana nima qila olasiz? O'rganish vaqtingizni mi kontrol qilolmasangiz,
yana nima qila olasiz degan savolken bu 5-babning temasi. Etraflık bilimge ega bo'lishimiz, yarim chelak suv bo'lmasligimiz kerak. Harvard Üniversitesining ilhom baxsh hikmati, maxsus ve etraflık ügünüş sizni muvaffaqiyatga yaqinlashtiradi deyapti. Markes bunday debdikan, har qanday vaqtda qanoatlanmasligimiz kerak. Kitobni o'qigan sari qanoat hosil qilmaydiganligimizni, bilimimizning kamligini shuncha cho'nqur his qilamiz. Ilm-fan taktiga yetkili bo'lmaydigan sirliq narsadir debdi. Men ko'pchilikka bir tepishmoq tashlay. Chelakka qanchalik suv olsa, shalaqchigan ovozi eng kuchli bo'ladi. Tepishmoqning javobi yarim chelak suvning. Halbuki bu tepishmoq ilm tahsil qilishga mos keladi. Bir odam mening ozroqmi bilimim yo'q deb qarasa, o ilm tahsil qilganda nihoyatda kamtar bo'ladi. Qo'rsqida yarimchelak suv bor odamlarla bizning nurg'un bilimimiz bor deb qarab mag'rurlandi. Yarimchelak suvdak bak shalaqshib ketadi. O'zimizning rastlaydiganlar eng makkar odamlar. Ularning qo'rsqida yarimchelak suv bo'lsa-mu, lekin ular bu yarimchelak suv bilan hech qanday amaliy masalani hal qila olmaydi. Bu yarimchelak suv hech kimni nazariga ilmaydigan hakavur qilib qo'ydi. Ular qo'rsqida bilimi yo'q kishilardanmi qo'rqinchlidir. Ashu qo'rsqimda bilim yo'q deb qaragan kishilar balkim kamtarlik qilgandi, balkim rostla bilimi yo'qdir. Lekin ular o'zini biladiganlar bo'lib, üzüksiz ügünüdü. Şunun bilen asta bilimli kişiye ayınlıdı. Ular aşu kemterdeki bilen nurgun bilim ilgilep, aşu yerimçilek sulardan hemen eşip gidiyordu. Bilimin ait mol bir alim bulup, o diyana talimatının hakiki mahiyeti geçiş için nurgun yol yürüp, Çen mezhebinin bir rahibinin talim yaptı. Çen mezhebinin rahibi alimnin kiliş muddasını bilgendiğin kim, iki istikanga toşkuça çay koyuptu. Adın oturup bu alimga Budda şunasının cevherlerini şerhilep bürüptü. Alim, Çen mezhebi rahibinin bayanını esnaydı anlaptı. Lekin o anlagan sırrı rahibinin diğerlerinin kitaptaki bayanlar ikenlikini, bu bayanların kişini qayıl kılgıdek felsefi fikirle emeskini his kılıptı. Alim, əsli rahibni evliya sübət kişi diyen mübarek namını anlap, şunca yıraqdan kelgen iken. Lekin o şu tapda rahibnin qorusqada hiç qandaq bilimnin yoxluğunu bayqaydı. Şunun bilen bu rahib kişiler tarifligендek unçuvala katı ilma emesken, belkim etiolog sporusu quruq, nadan avamını aldaydıgan meddahken dep qaraydı. Alim barğancha üzüne basalmasdan rahibnin bizar buluşqa başlaptı. Rahib bolsa üzüksüz halda Buddizm qaidelerini şerhilepti. Lekin alim rahibnin ağzını qarışlaptı. Onun telaffuzudan rahibni közgü ilmiğanlıq çıkıp duruptu. Rahib mo alimnin pozisiyasiga diqqat qipti. Lekin o alimnin edepsizlikini aybga buyurmaptı. O Budda aqidalarini şerhlashni to'xtab, yenidagi chaynakni elib alimga çay qo'yibdi. Bu chaqda alimning istiqodida yerimdan xeli ko'p çay bo'lsa-mu, lekin çayning ustiga çayni quyaveribdi. Çay istiqondan teshib taraf-tarafga eqishga boshlabdi. Bu ahvolni ko'rgan alim bo'ldi, endi quymang debdi. Alimning bu gapini anglagan rahib chaynakni asta quyib, alimga mehribonlik bilan xushxuy holda: "To'g'ri dedingiz, istiqon to'shib ketdi. Navoda siz istiqondagi choyni to'kib yetmisiniz, men quyib bergan yangi choyni icholmaysiz" debdi. Rahibning maqsadini tushungan alim rahibdan birinchi qatim afu so'rabdi. Rahibdan o'zining adabsizligini ko'chirib etishini o'tinibdi.
rahip külümsiriginiçe beşini lınçtıptı. Keyin helaqa alim kişilerinin hürmetige sazaver rahip boptu. Biliminin məngü çekip olmaydıqanlığını hemimizge ayan. Çünkü bilimnin məngü çekip olmaydıqanlığı hemimizge ayan. Çünkü biz hemmi bilimni ügünüp bulalmayımız. Şoňa bu ýerde diýilýatgan etraplykynyň çekip bulut. Halbuki ügünüşni bargan, kızgın süýdigen adam ügünüşke bargansıry meptun bolup galydy. Bu däl Marx etganga okşaş, üzüksüz ügünüş, özünün bilimsizligini davamlyk bayqaş, andyn bütün zihni kowuty bilen ügünüşke kirişiş. Bilimlerini ügünüşke kirişiş. 225. bet hata çapılınıp kaptı kadarlı karındaşlar. Amerika nefit padişahı Paulo Gerti Harvard Üniversitede okugan o kat karxaniçi boluş üçün köp tereplemelik bilimge igi boluş gerek. Bu kesipte muvaffakiyet kazanışının kapaliti digen idi. Lekin bu ýerde diýilýatgan bilim iki tarapny, ýani bir tarapdan kesbi bilimni düşünüşni öz içine alydy. Çünki kesbi bilim bizning sansızlygan raqabet dawamyda karametini körüsüşniň zörür şert. Ýani bir tarapdan başga bilimlerge keng daýry çetilişini öz içine alydy. Çünki jemiyetde özgürüş boldy. Her qaysı kesiplerinin iş taksimat künsleri inçkileşti. Münevver karxanaçılar üzüksüz halda özünü mükemmelleştirip, yalğız karxanıqla mesul bolup qalmasdan, yani cemiyetke mesul boldu. Şoňa başka ictimai pen bilimlerini mükemmel bilişi lazım. Gerti aynı çağda Harvard Üniversitesi'nin Harbi İşler İnstitutu'da okugan. Onun ügünüş neticesi gevdilik emes idi. O kesipten başka teximi köp näslerini alaylyk, siyaset ve iktisat ügünüşini arzu kılattı. Lekin aynı çağda Amerika'da təsis kılıngan iktidar dersi Amerika iktisadıga ziyade itibar beretdi. Nurgun kişiler layihlengen yürüş nezriyeler Amerika'nın iktisat siyasetinin evzellikini ispatlaydı. Siyasi nispeten etqanda işletken materyal bolsun yoki ders sözlügüçü okutukçu bolsun hemmesi qarıgulaç iş göretdi. Hatta bir az güdeklerçe iş kılattı, deyişkimin bulattı. Bular Gerti'nin başka bilimlerini ügünüşüge tosalgı bolgan idi. Gerti 1912 yılı Oxford Üniversitesi'ne kirdi. Oxford Üniversitesi dünyaga meşhur dağlık mektep idi. Onun üstüge ilmi keyfiyat naiti erkin idi. Bu mektepte okuguçular özleri yaxşı köygen derslerini tallısı bulattı. Bu hal Gerti'nin təlipige maskiletti. Gerti'nin neticesi başkalarının üstün boğamısı mı? Lekin Harvard Üniversitesi'ndeki tirişip yukarı örleş, məğlubiyet diyen sözünü məngü tılğı almaslıktan ibaret ene onun kallısına sığıp ketken idi. Gerti keyin dağlık nefis şahi bulup katta bayga ayıldı. Harvard içtirip çıkan nurgun serkiler mol bilim igileri. Şundakla ola akıllık kallısını işqisilip cemiyet üçün nurgun maddi ve manevi baylık yarattı. İnsanlar bu baylıktan behirlenmekte. Lekin Harvard'ın közünü çaqnatıdığan parlak neticeleri onun enesi ve tarihi arkalık emes, belki Harvard'lıklarının evlat can tikip tirişkanlığı arkalık kolgu kelgen. Harvard'lıklarının muvaffakiyet kazanıştaki siri. Bir adamның zihni ve küçü çektik boğaçqa hemme bilimni igelep ketelmeydi. Fakat şu nurgun bilim işiden məxsus bir sahadaki bilimni çoğunqur tədqiq kılıdı. Bilim elişte ilgirikilik buludu. Kesb igileş qaratmalıqı igi buludu. Degen gepnin mənisi mo manımı şu. Hemme sahada serki bulalaydıgan adam yok. Yitük, mutaxassis ve almo fakat ma'lum bir soha ve bir neçe sohaga pişiq buludu. Şoňa biz ma'lum bir jihatdagi bilim bilan tirishib o'rganishimiz, bir kasbga mahir bo'lishimiz lozim. Bu ortiqchiligimizdan foydalanib,
özümüzning hayot qarashimiz va kurash nishonimizni ishga oshirishimiz kerak. Qadrli qarindoshlar, birlikda o'rganayotganimiz sahar soat 4:20dagi Harvard Universitetining jamiyat sarxillerini yetishtirishdagi angushtiri degan kitob, qadrli qarindoshlar. Şuna biz ma'lum bir jihatdagi bilimni tirishib o'rganishimiz, bir kasbga mahir bo'lishimiz lozim. Bu ortiqchiligimizdan foydalanib, o'zimizning hayot qarashimiz va kurash nishonimizni ishga oshirishimiz kerak. Albatta ko'pni bilish degan gapni unutib qolmasligimiz kerak. Chunki ko'pni bilgandala andin nazar doiramiz keng bo'ladi. Andin kallamiz texim o'tkir bo'ladi. O'rgangan bilimimiz qancha ko'p bo'lsa, ega bo'lgan jamiyat tajribamiz bu shuncha mol bo'ladi. Hal qiladigan masalalarmi bag'ancha ko'p bo'ladi. Harvard Universitetida numur kishilarning muvaffaqiyat qozonishining bishorati emas. Yuqorida Gerti to'g'risida to'xtalib o'tganimizdek, mayli u nada o'qisin, natijasi odatdagidek bo'lgan. Lekin u oxirida nihoyat zo'r muvaffaqiyat qozondi. Chunki uning qurushqidagi yerimchilik suv emas. Uning amaliy iqtidorini oddiy holda natijasi bilan o'lchigili bo'lmaydi. Shunga ko'pchilik o'rganish qilganda o'zingiz mahir bo'lgan bir kasbga e'tibor berishimiz, shuning bilan bir vaqtda tirishib, atrofliq bilim egilib, jamiyatga kerakli odamlardan bo'lib chiqishimiz lozim. Harvard Universitetining siniqi, muhokama savoli. Nimishqa avraz ig'izlari qopqiqining hammasi yumaloq bo'ladi? Javob. Bu masala nurg'un jihatdagi bilimga chetiladi. Birinchidan, qopqoqni o'xshash materialdan yasaydi. Yumaloq ko'lami eng cho'ng. Shunga tandarxni tejgili bo'ladi. Ikkinchidan, bexatarlik nuqtasini aytganda boshqa shakldagi qopqoqlar yontu bo'lib qolsa, quduqqa tushib ketishi mumkin. Lekin yumaloq bo'lsa, quduqqa tushib ketmaydi. Uchinchidan, o'rnatish nuqtasini aytganda yumaloq eg'iz domlatilib akilib o'rnatishga aplik. Shunga kuch tejab qog'ili bo'ladi. Lekin boshqa shakldagi eg'izni domalatqili bo'lmaydi. Debdi qadrli qarindoshlar. Birlikda o'rganib kelgan kitobimiz sahar soat 4:20dagi Harvardning 5-bobi o'rganishda dadil izlanish. O'rganish vaqtingizni kontrol qilolmasangiz yana nima qila olasiz degan bob tugidi. Endi inshaalloh 94 va 95-darslarimizda, tadbir yasin darsimizda 6-bob yangilik yaratishda bo'sish hosil qilib, tafakkurimizda saqlangan ko'nlikni tashlayli degan bobgan. Buni o'rganadigan mazmunlar ijodiy fikr taqdirning sovg'isi. Tafakkurda bo'sish hosil qilgandalar yo'l ochqili bo'ladi. Yana bir mazmun, o'rganish natijangizni o'zgartirishdan burun o'rganish pozitsiyangizni o'zgartganingiz tuzuk. O'zimizni cheklamayli, tasavvurimiz erkin parvoz qilsin. Javob bir emas. Bizga mangu yo'l ochiq. Oy fikr va ilhom oddiy turmushdan keladi. Ijodchanlikdan foydalanib, tafakkurning kishanini buzib tashlayli. Osmonning qarda uchalaydigini yolg'iz payla emas, debdi jilim do'stlar. İnşallah bu babni 2 saatte tugutish ehtimolimiz bor. 231 271 40 betken, yani her bir saatte 20 betten okuvatımız canım dostlarım. Ana olsa bugünkü dersimiz bir şeyler tamam oldu. Keler hafta inşallah Ramazan'da yine görüşürüz. Aman bulunla. Allah'a da özgü emanet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Eğer bunu yaxşı görgen bolsanız başka dostlar bilen paylaşıp koygaysızlar. Bunu unutmanglar.